Farg'ona shahri Mindonobodga kelganmiz. Mindonobod hududidan tayyor kirib yashayman degan kvartiralar bor. Farg'onadan ham hozir misol uchun 2 xonali kvartiramiz tayyor kirib yashayman deganingiz ham 30 ming dollar bo'ladi. Bu Farg'onaga 5 minutlik yo'l, avtobuslar ham shuncha qatnaydi. Mana Mindonobod poliklinikasi, yangi poliklinika ko'rsatib qo'ying. Poliklinikani hamma biladi. Mana bu bizni domimiz. Mana shu domdan 7 qavatli dom, 5-etajli, 2 xonali, 55 kvadratli yashash uchun tayyor kvartiramiz bor. Bu poliklinikaning orqasi bog'cha, maktab shu yerda. Kelinglar, kvartiramizni ko'ringlar, ma'qul bo'lsa bosib oringlar. Bu kvartiramiz narxini egalar tomonidan 23.400 deyapti. Kelinglar, yoqadigan bo'lsa, shunday baraka qilib yuboramiz, xudo xohlasa. Agar sizlarda ham sotiladigan hovli, uy-joy, kvartira bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Sizlarga ham chiroyli qilib e'lonlarga chiqarib beramiz. Yoki bo'lmasa, sizlarga qaysi hududdan uy kerak bo'ladigan bo'lsa, uni ham yozib qo'ysalaring, o'sha hududdan sizlarga kvartirani, hovlini chiqarishga harakat qilamiz. Salomat bo'linglar. Kvartiramiz kirishda o'ng qo'lda zal, mana bu yerda oshxona, shkafchalari bor, bitta balkoni bor kattagina. Mindonobodda shaharda tomosha qilib o'tiraverasiz. Zaldan chiqqanda koridor, eshik, temir eshik. Tayyor kirib yashayman degan odamlar uchun mana salonlar ham tayyor holatda. Bu tomon mana yotoqxona. 2 xonali uyimiz. Chiqib bemalol tomosha qilib, yoni poliklinika. Mana yo'lni bo'yi. Mana shu domlar orqasi yo'l bo'yi, bu tomonda poliklinika, maktab, shu tomonda Mindonobodda biladiganlar juda yaxshi biladi buni lokatsiyasini, sharoitlarini battikina. Kelinglar, juda ham yaxshi holatda kvartiramiz.